Одноразовый, ya'ni bir martalik niyni ishlatib, sizni sog'lig'ingiz uchun o'zini qurbon qiladigan hasharotni hamma biladi. Asal arini butun insoniyat ulug' bir ne'mat deb qabul qilish kerak. Asal arini asali ham shifo, mumi ham shifo, zahari ham shifo, hatto asalarining suti ham shifo, hamma narsasi shifo. Asallarni chaqtirib tabiiy yo'l bilan davolash, ya'ni apiterapiya qanaqa ishlaydi? Organizmiga zaharni yuborganda, uni tarkibidagi 50 dan oshiq murakkab komponentlar insonning sog'lig'ini yaxshilanishiga, ya'ni immun tizimini rag'batlantirib, oyoq og'riqlari, bo'g'im kasalliklari, artrit, artroz, bel grijasi va past immunitet, skleroz, jinsiy zaiflik, migren va bosh og'riqlarida, turli xil teri kasalliklarida samarali yordam beradi. O'zingiz o'ylab ko'ring, agar asalari ninasini chaqqan tanada qoldirmasa, nima bo'lishi mumkin? Asalari chaqqan tanadagi ninani borib boshqa odamga chaqsa, u o'z-o'zidan kasallik tarqatuvchi, ya'ni infeksiya, viruslarni tarqatuvchiga aylanib qoladi. Yaratganning ne'mati bilan asalari chaqqan joyida o'zining nishini qoldiradi. Asalari orqali tabiiy davolanish maxsus mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Agar sizda yuqoridagi kasalliklarga o'xshagan muammolar vujud qilsa, mutaxassisga uchrab, muolaja olib, sog'lig'ingizni tabiiy yo'llar bilan tiklab olishingiz mumkin. Va asalni har bitta xonadonda bo'lishini tavsiya qilamiz. Salomat bo'ling.